Bismillah. Assalomu alaykum do'stlar. Figma bo'yicha kurslarimizni birinchi darsini boshlaymiz. Birinchi darsimizda to'liq Figma saytidan ro'yxatdan o'tib, uni qanaqa qilib ustanovka qilish, desktop applicationni yuklab olib, uni ustanovka qilish, profillarni sozlash va boshqa bir qancha narsalar bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, Figmani rasmiy saytiga tashrif buyuramiz. figma.com deb yozamiz va bizga Figma haqida hali ro'yxatdan o'tmagan holatda quyidagicha oyna ochiladi. Figmani to'liq shakli, ya'ni veb sayti. Bu neobrutalizm degan style bor, xuddi o'shanga qurilgan, neobrutalizm stilida ishlab chiqilgan veb sayti. Neobrutalizm haqida kanalimda bir post yozgan edim. Agar qiziq bo'lsa, kirib ko'rib o'qishingiz mumkin. Xo'p, biz agar akkaunt oldin ochgan bo'lsak, login qilamiz yoki sign up qilamiz. Xo'p, biz sign upni tanlaymiz. Xo'p, sign upni bosamiz. Endi bu yerda email va password. Bitta shu joyda muhim joyi bor. Agar continuous yana Google account bilan ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, mana Google account tanlaymiz. bobur.pd@gmail.com. Xo'p, endi biz Google account orqali bir marta ro'yxatdan o'tdikmi, endi har safar sign up qilayotgan yoki login qilayotgan paytimizda aynan o'sha Google account orqali kirishimiz kerak. Xuddi shu email, xuddi shu parol yozsak ishlamaydi bu narsa. Buni esda tuting har doim. Ertaga Figmani telefonlarga mobile application ham bor. Xuddi o'shanda ham Google account orqali kirishga to'g'ri keladi. Google account orqali o'tganlaringiz menimcha maqsadga muvofiqroq. Endi bu yerda ism, familiyamizni yozamiz. Masalan, Bobur Mavlonov. Qanaqa ish qilasiz? Bu unchalik ham muhim emas. Ya'ni shunchaki Figma o'zini resurslari uchun ishlatiladi. Masalan, dizaynni qilamiz yoki biz user research qilamiz. Masalan, dizayn tanlayman. Dizayn tanladim, qancha ishlataman? For work. Ish uchun ishlataman. Okay. Figma mailing listiga istaganlar yoqib qo'ysa, email kelib turadi Figma haqida. Masalan, menga kerak emas. Create account bosdim. Shu bilan bizga account ochib beradi. Xo'p, mana o'sha Figma saytidan ro'yxatdan o'tib bo'ldik. Endi biz bu yerda team tashkil qilish so'ralyapti. Hozircha biz bir kishilik ishlaganimiz uchun team kerak emas. Do this later deb bosib qo'yamiz. Keyinroq keyingi darslarda Figmani team bilan ishlashni ham ko'rib chiqamiz inshaalloh. Do this later. Hozircha biz starter, ikki xil tariflar bor Figmada. Starter tekin, professional bu pulli. Biz starter tanlab turamiz hozircha. I'll explore by myself. Okay, X bosamiz bunga. Kerak emas hech narsasi. Xo'p, endi biz desktop applicationda olishimiz kerak. Get desktop app bor bu yerda va figma.com ga boshida kirganimizda ham desktop downloads degan joyda Windows uchun yoki macOS uchun sketch qilib olishimiz mumkin edi. Endi biz bu yerdan desktop applicationni sketch qilib olamiz. Mana desktop application olyapti. Hozir bu yoqlar kesiladi Ibrohim. Tashlayman. Logo yozib turaymi? Xo'p. Mana dasturni yuklab oldik. Endi buni bosib ustanovka qilamiz. Men hozir ustanovka bo'lgan. Bosib o'sha dalilni bosib o'rsak, ustanovka bo'ladi. Xo'p. Endi Figma dasturiga kiramiz. Bu yoqda mana Figmani ochamiz. Endi login with browser degan narsa chiqadi. O'sha browserga kirib, boyagi orqali login qilib olishimiz kerak. Bo'ldi, o'sha mana bu yoqda topganligi uchun open desktop app bo'ldi. Shu bilan mana desktop applicationga o'tdi. Endi buni farqi yo'q. Xohlasangiz desktopda, xohlasangiz browserda ishlatib ketaverishingiz mumkin. Uni hech qanaqa ahamiyati yo'q. Endi menga ko'proq desktop applicationda ishlatish yoqadi baribir. Xo'p, endi akkauntlarimizni sozlaymiz. Mana bu yoqda burchakda o'sha B deb yozilgan, masalan, ism Bobur bo'lganligi uchun settingsga kiramanda aytaylik, mana rasmda yangi rasm qo'yaman. Chunki kursor o'ynayotgan paytda rasmingiz ko'rinib turadi. Tak, masalan,
Qaysi? Mana shuni olamiz. Yana kattalashtirib kichiktirsa bo'ladi. Mana rasmni yukladim. Xohlasam ismimni o'zgartirishim mumkin. Boshqalar komment yozsa menga email jo'natadi bu. Closed captionlarga bu closed captionlar voice chatlarida bor. Bunga hali kelamiz. Community. Xo'p, shunday qilib mana endi bir shu bilan Figma akkaunt to'liq sozlanib, bu yoqda boshlang'ich o'zi 4 ta fayl turadi, ham 5 ta ekan, hammada turadi. Bu Theme Library, Figjam Basiclar, Figma Basics, Prototyping, Wireframing hammasi turibdi. Xo'p, mana Figma akkaunt sozlab oldik. Endi keyingi darslarda qanaqa qilib yangi faylni ochib, unda Figmada ishlashni boshlaymiz shu bilan.